Asal shakarga qaraganda kaloriyasi ko'proq, lekin ancha foydali mahsulot. Bir choy qoshiq asalda 22 kilokaloriya bor. Shuncha shakarda esa 15 kilokaloriya. Ammo asal organizmga tezroq singadi. U bosh miya uchun qimmatli yoqilg'i manbaidir. Uyqu oldidan yeyilgan bir choy qoshiq tabiiy asal miyaga quvvat bag'ishlab, to'laqonliroq dam olishga yordam beradi. Asaldagi fruktoza jigarda yig'ilib, miya uchun o'ziga xos yoqilg'i zaxirasi bo'ladi. Asalning shifobaxsh xususiyatlari qadimdan ma'lum bo'lgan. Masalan, Gippokrat har kuni asal yegan va uni zaxm va yaralarni davolashda qo'llagan. Asal immunitetni ko'taradi. Antibakterial ta'siri tufayli yaralarning tez bitishiga yordam beradi. Bundan tashqari, asal immunitet tanqisligi alomatlari, charchoq, doimiy infeksiyalar, allergiyalar va shamollashlarga qarshi samarali kurashadi. Qadimgi Yunoniston jangchi sportchilari esa kuchlarini ko'paytirish maqsadida o'zlariga asal surishgan ekan. Zamonaviy ekspertlar shamollash, gerpes, parodont kasalliklari, oyoqlardagi infeksiyali yaralar, psoriaz, ekzema va artritni asal bilan davolashni maslahat berishadi. Bundan tashqari asalda vitaminlar, minerallar, aminokislotalar, bioflavonoidlar bor. Unda foydali bakteriyalar mavjud bo'lgani bois hazm qilish buzilishlarida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asal rezistent organizmlar chaqirgan infeksiyalarga qarshi kurasha olgani uchun uni rasmiy ravishda super mahsulot deyish mumkin. Lekin har narsaning, hattoki asalning ham ozi shirin deyishadi. Har qanday mahsulotning iste'molida me'yor zarurligini unutmaslik lozim.